Men Xudoyberdiyeva Muxlisa Bahodir qizi 2005-yilda Samarqand viloyatida tug'ilganman. Maktabda o'qib yurgan kezlarimda Xitoy tilini o'rganishni boshladim. Maktabni tugatgandan so'ng Toshkent gumanitar fanlar universitetiga o'qishga topshirdim. Chunki bu yerda Xitoy tili juda chuqur o'rgatiladi va malakali ustozlar tomonidan dars beriladi. Men birinchi Xitoy tili darsiga kirganimda hattoki salomlashishni ham bilmasdim. Asta-sekinlik bilan ustozim yordami bilan Xitoy tilini, iyeograflarni yodlashni o'rgandim. Har bitta so'zlarni qanday eslab qolish, ularni qanday yozilishlarini ustozim yordamida o'rganib bordim. Hozirda bir kunda 40 ta, 45 ta, ba'zan 50 ta iyeograflarni yodlay olaman. Kelajakdagi rejalarimni aytib o'tadigan bo'lsam, u yerga borib, Xitoydagi malakali ustozlardan tahsil olib, O'zbekistonga Xitoy ta'limini olib kirmoqchiman va Xitoy tili bo'yicha o'zbek o'quvchilariga dars bermoqchiman. Hayotimda tub burilish yasagan bu hech qachon hayotda to'xtab qolmaslik. Doim harakat qilib, inson orzu qilsa hamma narsaga erishishi mumkin. Orzu qilgandan so'ng unga harakat qilsa, unda inson yuksaladi va orzu umidlarga erishadi. Student bo'lish, albatta bu universitetdagi kursdoshlar, universitetdagi atmosfera juda ham ajoyib. Eng zo'r davr men uchun talabalik davri deb bilaman. Chunki bizni guruhda har kuni quvonchli kunlar juda ham ko'p bo'ladi. Student bo'lish juda ham mazza. Eng zo'r davr bu talabalik davridir. Har bir insonni o'z hayotida oldiga qo'ygan maqsadlari va shiorlari bo'lgani kabi, meni ham o'zimni shiorim bor. Bu hayotda hech qachon bir joyda qotib qolmaslik va doim olg'a intilib borish. Buning uchun har doim va har soniya yuksalib, o'z ustida ishlash to'g'ri deb bilaman. Biz millat tayanchimiz.